Hozir bu yerda 200 ta kiyim bor. 150 tasini sotdim dedingiz-a? 50 ta qolgan. 50 tasini biz olib ketsak bo'ladimi? 30 ming so'mdan narxlaymiz. Kartangizga pulni o'tkazamiz. 50 tasini biz olib ketamiz, maylimi? Rozimisiz? Bo'ldi, sanab olamiz bo'lmasa. Har bir dardu g'amlarga tabiiy bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtoj 25 ming. 50 ta bo'ldi. Olib qo'yamiz. Kartangiz qani, plastik kartangiz? Muqaddas Alimova kartasining oxiri 0479 ekan. 50 ta kiyimni 30 mingdan hisobladik. 1,5 million so'm kartalarga muvaffaqiyatli o'tkazildi, ko'rishingiz mumkin. Rozimisiz bergan kiyimlaringizga? Bu yerda 200 tacha bor ekan. 150 tasini klientlari zaklab tashlab berilgan ekan. Klientlar olamiz deb zaklab tashlab bergan ekan. 50 tasi ortib qolgancha 50 tasini oldik. Xudo xolasa, Anvar aka, imkon qadar yordam qilingizlar. Iltimos qilamiz. Mana shu xonadonga Muqaddas opamizga yordam qilsalaringiz, nur ustiga alo nur bo'lardi. Menimcha o'ylayman, Muqaddas opa, o'tgan gaplar, o'tgan ishlar hammasi eski yilda qolib ketsin. Bugun yangi yilning birinchi kundan yaxshi niyat bilan chiroyli qilib ishni davom etkazing. Televideniya o'rganish holati bo'yicha shaxsan o'zim uzrim so'rayman bu holatda. Aynan tushunmovchilik bo'lyapti. Bu bo'yicha tuman hokimligi mana video syomka bo'lyapti. Va'da beriladi. Tikkan mahsulotlaringizni o'sha biriktirilgan yo'ldosh va maftun hayati Sherbaraka bozorida doimiy o'zi kelib olib ketib sotishga va'da beramiz. Tuman hokimligi nomidan ijtimoiy tarmoq faollariga, bloger akalarimizga hammasiga rahmat aytamiz. Buni yoritishda yaqindan yordam bergani uchun. Bo'lmasam biz ham ko'ra olmasdik asl holatni. Siz ham bizni asl nima maqsadda ekanligimizni ko'ra olmasdik. Rasululloh bo'lsalar edi, sunnatlarim bajarib suyub. Maqsud aka, mana opamizning uyiga kelib, xudo xolasa hamma masalalarni to'laqonli bartaraf etdik degan umiddamiz. Sizlar yordamlaringiz bilan albatta. Xudo xolasa sizlardan keyingi davomli bulardan mahsulotlarni sotib olish haqida bir xalqimiz uchun ozgina bir o'z fikrlaringizni eshitsak. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu bittagina fuqaromizni murojaatini o'rganib, unga yordam berishdagi mana shu blogerlarimizni jonbozligiga ham alohida rahmat aytish bilan so'zimni boshlamoqchiman. Ushbu fuqaromizga tumanimiz hokimi shaxsan bayramdan oldin kelib uchrash niyatida bir xonadoniga tashrif buyurishganda nimadir anglashilmovchilik bo'ldimi, qandaydir sabab bilan bular tumanimiz hokimi bilan gaplashishni xohlashmadi. Undan keyingi gaplar har xil kommentariyalarga kirsangiz har qanday fikrlar bildirilyapti. Mayli, el og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Birinchi navbatda mana shu bizning asosiy maqsadimiz shu fuqaromizga kerakli bo'lgan savdosini tashkillashtirish bo'yicha hamma amaliy ishlar amalga oshirildi. Lekin fuqaromizga hozir Sherbaraka savdo majmuasi tomonidan o'sha yerda tadbirkorimizga biriktirilib, mahsulotlarni ishlab chiqargan mahsulotlarni davomiy